Hamma maqtayotgan bola hovuzi o'sha mashhur tandir go'shtini bugun sizlar bilan yeb ko'ramiz. Bola hovuzda bir kunda 8 tagacha tandir pishirishar ekan. Shuning uchun bu yerning tandirlari har doim issiq, yangi va mazasi og'zingizda erib ketadi. Vilkada qo'lda yeymiz joy darajasiga. Bismillah. Go'shtlari juda yumshoq, me'yorda pishgan, ziravorlar hamda sous o'zgacha mazza berar ekan. Hammaga mashhur o'sha tovuqli tandirni yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Tovuqli tandirlarning mazasi esa alohida mavzu. Ichi yumshoq, shirali, usti esa tillarang qarsildoq. Nega hamma bu tandirlarni maqtashini sababini endi tushundim. Alhamdulillah. Hamma maqtaganchalik mazasi zo'r ekan. Agar yemagan bo'lsangiz, bola hovuzga kelib, shu tandirlarni yeb ko'rishlarini maslahat beraman. Mazasiga gap yo'q.